Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 5 million so'm olgan fuqarolar uchun hozir aytilayotgan syurpriz nimani anglatadi? Kimlar bundan xavotir olish kerak, kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga, ayniqsa nafaqa, moddiy yordam, bola puli, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov olganlarga bevosita tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushunish, bitta e'tiborsizlik keyin ortiqcha yugurga, hujjat to'plashga yoki to'lov to'xtab qolishi olib kelishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy xalq tushunadigan tilda, lekin mutaxassis sifatida tartib bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim joyi aynan keyinroq keladi. Kimlar tekshiruvga tushishi mumkin? Qaysi holatda pul qaytarishi so'ralishi mumkin va o'zingizni qanday himoya qilasiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday xabarlarni vaqtida bilish ko'pchilik uchun real foyda beradi. Avvalgi tartibda ko'pchilik odamlar ijtimoiy to'lov yoki bir martalik yordam pulini olsa, pul tushdi, demak hammasi joyida deb o'ylardi. Masalan, kimningdir kartasiga 1 million 5 million so'm tushsa, u bu pulni oziq-ovqatga, kommunal to'lovga, dori-darmonga yoki bolalar xarajatiga ishlatib yuborardi. Odamlar ko'pincha nima asosida pul berilganini, qaysi ro'yxatga kiritilganini, keyinchalik qayta tekshiruv bo'ladimi yo'qmi, aniq bilmasdi. Endi esa vaziyat biroz boshqacha. Hozir davlat idoralari, mahalla tizimi, soliq ma'lumotlari, bank aylanmalari, kadastr, avtomobil ish haqi, pensiya va boshqa rasmiy bazar o'zaro solishtirilmoqda. Ya'ni endi biror fuqaro yordam olgan bo'lsa, keyinchalik uning haqiqiy daromadi, mol-mulki, oilaviy tarkibi, ish joyi, nomidagi transporti yoki uy joyi qayta ko'rilishi mumkin. Syurpriz deganda ko'pchilik aynan shuni tushunish kerak. Pul olganingiz hammasi tugadi degani emas. Ayrim holatlarda bu to'lov bo'yicha qayta aniqlashtirish, hujjat talab qilish, hatto noto'g'ri tayinlangan bo'lsa, qaytarish masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Lekin men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, daromadingiz yashirilmagan bo'lsa, oilaviy holatingiz rost ko'rsatilgan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Aksincha, siz o'z huquqingizni bilib, pulingiz nega berilganini, keyingi oylar davom etadimi, qanday shartlar borligini tushunib olishingiz kerak. Endi men batafsil tushuntiraman. 1,5 million so'm olganlar orasida kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda, agar siz bu pulni bir martalik yordam sifatida olgan bo'lsangiz, pul qaysi asosda berilganini aniqlang. Bu kambag'allik ro'yxati bo'yichami, ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftar, mahalla tavsiyasini, subsidiya shaklimi yoki boshqa dasturmi farqi katta. Chunki har bir to'lovning o'z talabi bor. Masalan, bir oilada ota ishsiz, ona uyda bolalar bilan 3 nafar farzand bor, uy ijarada. Daromad faqat vaqtinchalik ishlardan keladi. Bunday oilaga 1 million 500 ming so'm yordam berilishi mantiqan tushunarli. Agar keyin tekshiruv bo'lsa, ular ijara shartnomasi, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, daromad yo'qligi yoki kamligi haqidagi ma'lumotlar bilan holatini tasdiqlashi mumkin. Ikkinchi misol, fuqaro mahallaga murojaat qilib moddiy yordam olgan, lekin uning nomida yangi avtomobil bor. Bank kartasiga har oy 200 ming yoki 10 ming so'm aylanma tushyapti. Turmush o'rtog'i rasmiy ishda yaxshi maosh oladi. Bunday holatda savol tug'ilishi tabiiy. Bu oila haqiqatan ham muhtojmi yoki yo'qmi? Tekshiruvda aynan shunday nomuvofiqliklar ko'riladi. Bu degani avtomobil bor odam hech qachon yordam olmaydi degani emas, lekin holat alohida baholanadi. Masalan, mashina eski bo'lishi, ish uchun zarur bo'lishi, kreditda turishi mumkin. Shuning uchun hujjat va izoh muhim. Uchinchi misol, ayol 1,5 million so'm yordam olgan, chunki u yolg'iz ona sifatida ro'yxatda turadi. Lekin amalda turmush o'rtog'i bilan yashaydi, erining daromadi bor. Faqat nikoh rasmiylashtirilmagan. Bu juda nozik holat. Ayrim odamlar rasmiy nikoh yo'q, demak daromad hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Amaliyotda esa oilaning real yashash holati ham so'ralishi mumkin. Mahalla faollari, qo'shnilar, uyga borib o'rganish, yashash sharoiti, birga ro'zg'or yuritish kabi belgilar hisobga olinadi. 4-misol, pensioner yoki nogironligi bo'lgan fuqaro 1,5 ming so'm olgan. Agar bu yordam tibbiy xarajat, dori-darmon yoki og'ir yashash sharoiti sabab berilgan bo'lsa, odatda bunday holatda odam ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin. Lekin u ham chek, retsept, shifokor ma'lumotnomasi, nogironlik guvohnomasi.
pensiya miqdori haqidagi ma'lumotni saqlab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Chunki keyin nega sizga pul berildi degan savol tug'ilsa, javob aniq bo'ladi. 5-misol. Talaba yoki yosh oila yordam olgan. Bu yerda ham shartlar muhim. Agar yordam kontrakt to'lovi, ijara, kasb hunar o'rganish, asbob uskuna olish uchun berilgan bo'lsa, pulni aynan shu maqsadga ishlatganingizni isbotlaydigan hujjat kerak bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1.500.000 so'mni tikuv mashinasiga sarfladingiz. Unda chek, sotuvchi bilan yozishma, mahsulot rasmi, keyin shu orqali ish boshlaganingiz haqidagi dalillar sizga foyda beradi. Kimlar xavotir olish kerak? Men aniq aytaman. Daromadini yashirganlar, oilaviy tarkibini noto'g'ri ko'rsatganlar, nomida mol-mulk bo'lsa ham aytmaganlar, aslida boshqa joyda yashab turib boshqa mahalladan yordam olganlar, hujjatni boshqa odam orqali rasmiylashtirganlar. Bir xil asos bilan bir necha joydan pul olishga uringanlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bugungi tizim oldingidek faqat qog'ozga qarab qolmayapti. Elektron ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Rost ma'lumot bergan, haqiqatda muhtoj bo'lgan, mahalla ko'rigidan o'tgan, hujjatlari joyida bo'lgan, pulni belgilangan maqsadga ishlatgan fuqarolar. Sizning holatingiz halol bo'lsa, asosiy vazifangiz vahima qilish emas. Hujjatlarni tartibga keltirish va kerak bo'lsa izoh berishga tayyor turish. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Kartaga pul tushgani bilan uning nomi har doim bir xil bo'lmaydi. Ba'zida odam menga yordam puli tushdi deydi. Lekin aslida bu subsidiya, kompensatsiya qayta hisoblangan nafaqa. Qarzdorlik bo'yicha to'lov yoki boshqa turdagi mablag' bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank SMS-ga qarab xulosa qilmang. Mablag' manbasini aniqlang. Bank ilovasida kirim izohini ko'ring. Mahalladan so'rang. Tegishli tashkilotdan ma'lumot oling. Ikkinchi nozik masala, pulni olgan odam bilan hujjatdagi benefitsiar bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, bola puli onaning kartasiga tushadi, lekin aslida bolalar uchun tayinlangan. Yoki nogironligi bo'lgan farzand uchun to'lov ota-onaning kartasiga keladi. Bunday holatda pulni shaxsiy qarz yopishga, boshqa odamga berib yuborishga yoki maqsadsiz ishlatishga ehtiyot bo'lish kerak. Albatta, oilada pul umumiy ishlatiladi, lekin agar keyin nizoli holat chiqsa, bu mablag' kim uchun edi degan savol paydo bo'ladi. Uchinchi nozik masala, vaqtinchalik daromad bilan doimiy daromad farqi. Masalan, sizning kartangizga bir oyda 12.000 so'm tushdi. Lekin bu sizning doimiy maoshingiz emas, balki qarindoshingiz yuborgan qarz, to'y uchun yig'ilgan pul yoki birovning omonati bo'lishi mumkin. Tizim esa ba'zan buni oddiy kirim sifatida ko'radi. Shuning uchun yirik pul aylanmalari bo'lsa, ularning sababini tushuntira oladigan dalil saqlang. Masalan, qarz shartnomasi, pul o'tkazgan odamning izohi, yozishmalar. Kelishuv hujjati foyda beradi. 4-nozik masala, nomingizda uy yoki mashina borligi har doim boylik degani emas. Ba'zi odamlarda eski uy bo'ladi, lekin yashash sharoiti og'ir. Kimdir mashinani kreditga olgan, daromad keltirish uchun taksida ishlaydi. Kimdir merosdan ulush olgan, lekin undan real foyda ko'rmaydi. Lekin bularni og'zaki aytish yetmaydi. Agar sizga savol berilsa, kredit shartnomasi, kadastr hujjati, meros ulushi, mashinaning holati, daromad va xarajatlar haqidagi ma'lumotlar bilan tushuntirishingiz kerak. 5-nozik masala, mahalla xulosasi ham yakuniy haqiqat emas. Mahalla yordam tavsiya qilishi mumkin, lekin keyin yuqori turuvchi organlar yoki elektron tizim boshqa ma'lumot ko'rsa, masala qayta ko'riladi. Shuning uchun mahalla berdi, demak hech kim tekshirmaydi deb o'ylash xato. Mahalla xodimi ham ma'lumotni siz bergan hujjatlar va o'rganish asosida kiritadi. Agar siz noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsangiz, mas'uliyat faqat mahallaga tushmaydi. 6-nozik masala, pulni qaytarish masalasi. Hamma holatda ham pul qaytariladi deb tushunmang. Agar yordam qonuniy tayinlangan bo'lsa, keyin oilaning ahvoli yaxshilansa, odatda oldin olingan pul uchun muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin agar pul noto'g'ri ma'lumot asosida olingan bo'lsa, ya'ni daromad yashirilgan, hujjat soxta bo'lgan, oilaviy tarkib ataylab noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, unda qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Ba'zi holatlarda ma'muriy javobgarlik masalasi ham chiqishi ehtimoldan xoli emas. 7-nozik masala, og'zaki gapga ishonib qolmang. Falonchi aytdi, hamma 1.500 ming oladi. Ariza bersang bo'ldi, pul tushadi. Tanish orqali ro'yxatga kiritamiz. Keyin hech kim so'ramaydi degan gaplar juda xavfli.
Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamlar shunday gapga ishonib hujjat topshiradi, pul oladi. Keyin tekshirib kelganda nima deb javob berishni bilmay qoladi. Har doim rasmiy manbadan tekshiring. Mahalla, hokimlik, ijtimoiy himoya organlari myboygov.uz bank ilovasi yoki rasmiy telefon raqamlari orqali. 8-nozik masala. Bir martalik yordam bilan doimiy nafaqani aralashtirmang. 1500 ming so'm bir marta berilgan bo'lsa, bu keyingi oy ham albatta tushadi degani emas. Ba'zilar shu pulni doimiy daromad deb reja qiladi. Qarz oladi, bo'lib to'lashga narsa oladi. Keyingi oy pul tushmasa, qiynalib qoladi. Shuning uchun bu mablag'ning muddati, davriyligi va sharti bor yo'qligini aniqlamasdan turib, katta moliyaviy majburiyat olmang. Endi eng kerakli qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pul qayerdan tushganini aniqlang. Bank ilovasiga kiring, kirim tafsilotini ko'ring. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankingizga murojaat qiling. Bank sizga mablag' jo'natuvchisi yoki to'lov turi bo'yicha umumiy ma'lumot berishi mumkin. Keyin mahallaga boring yoki telefon orqali mas'ul xodimdan so'rang. Bu pul qaysi dastur asosida? Qaysi qaror yoki ro'yxat bo'yicha berildi? Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Men har bir odamga alohida papka qilib qo'yishni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta nusxasi, oila a'zolari pasportlari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, pensiya yoki nafaqa ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati, ijara shartnomasi, kommunal to'lov kvitantsiyalari, tibbiy ma'lumotnomalar, retseptlar, dori cheklarini saqlang. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlik organiga murojaat qilganingiz haqidagi ma'lumot ham foydali. 3-qadam. Daromad va xarajatlaringizni yozib chiqing. Juda oddiy daftar ham bo'ladi. Masalan, oilada 5 kishi yashaydi. Uyga 2000 ming so'm vaqtinchalik daromad bor. Ijara 1200 ming so'm, kommunal 300 ming so'm. Dori darmon 400 ming so'm. Bolalar bog'chasi yoki maktab xarajatlari 500 ming so'm. Shunda sizning real holatingiz ko'rinadi. Ba'zan odam daromadi borligini aytadi, lekin xarajatlar daromaddan ko'p bo'ladi. Buni raqam bilan ko'rsatish kerak. 4-qadam, agar sizdan tushuntirish xati so'ralsa, vahima qilmang. Tushuntirish xati hissiyot emas, fakt yoziladi. Masalan, men falon sanada 1500 ming so'm moddiy yordam oldim. Oilamda falon nafar a'zo bor. Doimiy ish joyim yo'q yoki oylik daromadim falon so'm. Mablag'ni oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlarga sarfladim. Ilova sifatida chek va hujjatlarni taqdim etaman. Mana shunday sodda. Aniq dalil bilan yozing. 5-qadam, agar sizga pulni qaytarasiz deysa, darhol og'zaki gap bilan rozi bo'lib ketmang. Avvalo yozma asos so'rang. Qaysi qaror, qaysi band, qaysi sabab bilan qaytarish talab qilinyapti? Sizga xat berishsin. Keyin holatingizni tekshiring. Agar haqiqatda xato siz tomonidan bo'lmagan bo'lsa, masalan, ma'lumotni tizim noto'g'ri ko'rgan bo'lsa yoki siz qonuniy hujjat topshirgan bo'lsangiz, e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Bunday holatda tuman ijtimoiy himoya bo'limi, hokimlik, adliya organlari yoki myboygov.uz orqali murojaat qilish mumkin. 6-qadam, shubhali vositachilardan uzoq yuring. 1500 ming so'm chiqarib beraman, oldindan pul berasiz. Ro'yxatga kiritaman. Tanishim bor degan takliflar ko'pincha muammo keltiradi. Ijtimoiy yordam olish uchun rasmiy tartib bor. Agar siz haqiqatan muhtoj bo'lsangiz, mahalla ochiq murojaat qiling, ariza yozing, hujjat topshiring. Hech kimga noqonuniy pul bermang, chunki keyin pulni ham yo'qotasiz. Yordamni ham yo'qotasiz. Ustiga tekshiruvda o'zingiz javob berasiz. 7-qadam, agar oilangiz holati o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang. Masalan, ishga kirdingiz, yaxshi maosh ola boshladingiz, uy oldingiz, avtomobil oldingiz, turmush qurdingiz yoki ajrashdingiz, farzand tug'ildi, boshqa tumanga ko'chdingiz. Bunday o'zgarishlar ayrim to'lovlarga ta'sir qiladi. O'z vaqtida xabar bersangiz, keyingi muammo kamayadi. Yashirsangiz, keyin nima uchun aytmadingiz degan savolga javob berish qiyin bo'ladi. 8-qadam, SMS va qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Pul olganingizdan keyin firibgarlar sizga yana yordam chiqdi. Karta raqamingizni ayting, kod yuboring. Tasdiqlamasangiz pul bekor bo'ladi deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodni, karta parolini, bank ilovasi loginini hech kimga aytmang. Rasmiy idora sizdan telefon orqali karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 9-qadam, huquqingizni biling. Agar siz yordam olishga haqli bo'lsangiz,
Rad javobi berishsa og'zaki javob bilan to'xtab qolmang. Yozma rad javobini so'rang. Rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Keyin shu sababni tuzating. Hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Daromad bo'yicha xato bo'lsa ma'lumotnoma olasiz. Oilaviy tarkib noto'g'ri bo'lsa aniqlashtirasiz. Ko'p odamlar aynan og'zaki rad javobidan keyin to'xtab qoladi. Aslida esa muammoni hal qilish mumkin bo'ladi. 10-qadam, har bir murojaatni qayd qildiring. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Onlayn yuborsangiz, ariza raqamini saqlang. Hujjat topshirsangiz, nusxasini o'zingizda qoldiring. Bu juda muhim. Chunki keyin siz murojaat qilmagansiz yoki hujjat bermagansiz deyilsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. Men yana bir narsani alohida aytaman. 1 million 500 million so'm kim uchundir katta pul, kim uchundir bir oylik oziq-ovqat. Kim uchundir dori puli, kim uchundir qarz yopish imkoniyati. Shuning uchun bu mablag'ga beparvo qarash kerak emas. Agar pul qonuniy tushgan bo'lsa, uni o'qilona ishlating. Avvalo eng zarur xarajatlar oziq-ovqat, dori, kommunal, bolalar ehtiyoji, ijara qarzning eng bosimli qismi. Telefon almashtirish, keraksiz maishiy texnika olish, hashamatli xarajat qilish keyin pushaymonlik keltirishi mumkin. Agar siz bu pulni allaqachon ishlatib yuborgan bo'lsangiz ham kech emas. Endi nima qilasiz? Sarflagan joylaringizni eslab yozing. Chek bo'lsa saqlang, chek bo'lmasa, hech bo'lmasa qaysi sanada nima uchun ishlatganingizni yozib qo'ying. Masalan, 400 ming so'm oziq-ovqat, 200 ming so'm dori, 300 ming so'm elektr va gaz, 500 ming so'm ijara yoki qarz. Bu rasmiy chek o'rni har doim bosmaydi, lekin tushuntirishda yordam beradi. Yana bir muhim maslahat, oilada kim pul olgan bo'lsa, qolganlar ham xabardor bo'lsin. Ko'pincha bilmaydi, xotin bilmaydi, ota-ona bilmaydi. Keyin hujjat so'ralganda oilada tushunmovchilik chiqadi. Ijtimoiy to'lov oilaviy holatga bog'liq bo'lsa, hamma ma'lumot mos bo'lishi kerak. Bir joyda ishsizman deb, boshqa joyda ishlayman deb yozilsa, tizimda qarama-qarshilik chiqadi. Demak, 1,5 million so'm olganlar uchun asosiy syurpriz shundan iborat. Hozir bunday to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq tekshirilmoqda, shartlar aniqlashtirilmoqda. Ayrim holatlarda qo'shimcha hujjat yoki tushuntirish so'ralishi mumkin. Bu halol va haqiqatan muhtoj fuqarolar uchun qo'rqinchli narsa emas, lekin noto'g'ri ma'lumot bergan. Daromadini yashirgan yoki yordamni asossiz olganlar uchun muammo tug'ilishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Pul qayerdan tushganini aniqlang, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Daromad va xarajatlaringizni yozib boring. Og'zaki gaplarga ishonmang, rasmiy manbadan tekshiring. Shubhali odamlarga pul bermang va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Shunda siz o'z haqingizni ham himoya qilasiz, ortiqcha muammoga ham tushmaysiz. Sizning fikringiz men uchun muhim. Siz yoki tanishlaringiz 1,5 million so'm olganmisiz? Keyin qo'shimcha savol yoki tekshiruv bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar, moddiy yordamlar va oddiy odamning huquqlariga oid eng kerakli ma'lumotlarni tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.